Do'stlarim, qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Charchamasdan. Men hozir O'zbekistonda konsuliga keldim. O'zbekistonda konsuliga kelib ana o'terim pasport olmoqchi edim. Dokumentimni yo'qotganlik haqida qog'oz. Xullas otangga bor, enangga bor qildi degim, qog'ozni bermadi. Nimaga bermadi desalaring, $60 to'lovi bor ekan bitta qog'ozga. Bo'pti, mayli qo'ysin. Beraman sizlarga shu $60 dedim. Keyin o $60dan keyin olgandan keyin garaj sizdan oqlar ekan. $60 to'laganingizdan keyin sizga qog'ozni bir haftadan keyin berar ekan. Bilasiz. Mana nomerlari nechida ishlab, nechida yopilishi. Men bitta narsaga hayron qolaman-da. Bir qog'oz bo'lsa, bitta kompyuterdan chiqarib berish shunchalar qiyinmi, bilmayman, tushunmayman. Lekin mana odamlar yillab yuribdi, yoqqa million pul jo'natyapti. O'shalarni ham qaranglar, hisobga olmayapti ekan. Men hayronman. Bitta qog'oz bermadi. O'shanga nima deyishgan, boshim qotib qolgan. Mayli, bermasa bermasin. Shu bezdagi men ketaveraman. Qanday kiygan bo'lsam shunday qilib ketaveraman. Keyin yig'lab yurmanglar-da. Bunday qilsam. Kelsa xalqqa bermaysizlar. Ketayotgan zararli odamlar bor. O'shalarga zippa qilib berish kerak.